Xo'p, endi qarang-da, men agar bachadon bo'ynida eroziya holatlari bo'lsa, kandilomadan tashqari, mana hosili kandiloma bor deyapsizlar, unda pap test emas, VBC tekshiriladi. Agar bachadon bo'ynida o'zgarishlar bo'ladigan bo'lsa, chuqurlik darajasiga qarab men pap test analiziga ishonmayman, saskop olaman. Unaqa holatda o'sha yaradan qirinda olib, qo'lingizga olib beraman, davlatning joyida tekshirtirib kelib berasiz. Men chunki pap testga ishonmayman. Bu pap test nima? Pap test bu o'sha bachadon bo'ynida o'zgarish bo'ladigan bo'lsa, qizarish ko'rdimi, eroziya ko'rdimi, polip ko'rdimi, o'shandan shotkada aylantirib stekloga surib beriladi. Sitologik usul hujayralarni tekshirib beradi o'sha yerda. Men просто o'zim aytganman, anaqa onkologический ham Pap tekshiradi. testdan onkologiyani diagnozini qo'yish qiyin masala pap testdan. U endi u haqiqiy zlokачественное образование bo'lib, o'sha rak shiki matkalarda уже hujayralar